Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinada kechalardan bir kechada qornlari och qilib, uyqulari qochib ketdi. O'sha kecha oy chiqmagan, tim qorong'i kecha bo'ladi. Zulmat bo'ladi. Tashqarida o'tirsalar, uzoqdan Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu keldilar. Ey Abu Bakr, keling. Ya Rasululloh, tashqariga chiqibsiz. Uyqum qochib qoldi dedilar. Sizchi o'zingizchi? Ey Abu Bakr, nima uchun chiqdingiz? Mana ham uyqum qochdi. Qornim ochligidan achishib ketdi dedilar. O'tiring bo'lmasam Abu Bakr, o'tiring. Gaplashib o'tirishdi, suhbat yakunlanmay turib, yana bir odam kelyapti. Kim kelyapti? Kim kelyapti dedilar. Ovozdan shahdan qadami kelyapti. Umarmikin dedilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu kirib keldilar. Ya Rasululloh, tashqariga chiqibsiz. Ya Abu Bakr, siz ham tashqaridasiz. Ha, o'zingizchi? Siz nima uchun chiqdingiz? Ya Rasululloh, sizdan da ko'chaga chiqargandingiz, mana ham ko'chaga chiqardilar. U kishi ham o'shagan. 3 cho'valari, do'stlar. Shunda aytdilarki, endi men uyimda hech vaqo yo'q bo'lsa ham, sizlar do'stim, mehmon qilmasam bo'lmaydi. Madinada kishiga qo'shilmagan Abu Ayyub al-Ansoriy roziyallohu anhu, Ansorlardan kishi. Chaqirdilar, Abu Ayyub chiqing, turing. Do'stlarimiz och qolishibdi. Och qoldim demayaptilar. Do'stlarimiz och qolibdi. Bular bir mehmon qilaylik. Ya Rasululloh, kiring uyimizga deb Hazrat Abu Ayyub al-Ansoriy ayoldan uyg'otdilar, farzandni uyg'otdilar, turinglar. Rasululloh kirib keldilar. Chunki Rasululloh qo'shni edilar. Hozir men bir go'shtli taom tayyorlaman deb ozgina un bor ekan, unni yoyib turib, xamir qilib, qozonda non qilib pishirib va ozgina go'sht pishirib turib, xamirni ichiga boya go'sht qo'yib, Rasululloh bilan uchovini oldiga olib keldilar. Olib keldilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uzatdilar, birinchisini uzatdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday og'ziga borganda, mana shu qo'lim degani Fotimaga och bersangiz, qizim ham och. Ya Rasululloh, Fotimaga bor, bu yoqda bor, yana alohida nasiba qilib olib chiqamiz. Ya Rasululloh, siz yeyvering, yo shuni olib chiqib bering, shuni olib chiqib bering. Mana biz ummati Muhammadga meroski ota-ona o'zi yegisi kelib turgan holatda ham o'g'li kirib qolsa, onalarimiz nima qilishadi? Bitta kichkinagina sunusiga qo'yib, hozir kirib keladi. Akamiz katta, katta bo'lsa ham menga bolammi deb bolaga mehribonchilik bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummatga o'tgan odat.